Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Kunlaring xayrli, barokatli bo'lsin. Videolarimizni ko'rishdan oldin like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Biz qisqacha narxlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi to'rtburchak to'sinlarimiz narxini aytib o'tamiz. Xo'p, uzuni 4 metrlik 7-13 deyiladi. Narxi 85 ming so'm qilib beramiz. Hop, 3 metrligini 60 ming so'm qilib beramiz. 2,5 metrligini 50 ming so'm qilib beramiz. 2 metrligini 30 ming so'm qilib beramiz. Hop, bularimiz 4 strapilamiz. Uzuni 4 metrlik, chorqirra, narxi 50 ming so'm. Kimga bunaqa 20 ga 20 katta harilar zaril bo'lsa ham bor, xudo xolasa 4 metrdan 6 metrga chiqarib berganmiz. 4 metrlik, 5 metrlik, 6 metrlik narxi 150 ming so'm. Xudo xolasa razmerlari zo'r, 20 ga 20 chiqqan. Ba'da 4,5 metrlik to'sinlarimiz 110 ming so'mdan 140 ming so'mgadir holatiga qarab. Xudo xolasa 110 mingligi ham, 140 mingligi ham, 120 mingligi ham bir xilla o'zini holatiga terilgan. Mayda chudasi yo'q. 110 mingligi ham o'zini puliga arziydi, 140 mingligi ham puliga arziydi. Xudo xolasa bexijolat narx-navolari. Hop, bularimiz 5 metrlik 150 ming so'mdan 180 ming so'mgadir holatiga qarab. Boy to'sinlarimiz mana shularimiz, xudo xolasa ichida bitta ham maydasi yo'q. 15 tadan qilib, 20 tadan qilib terganmiz. Narxi 180 ming so'm. Bularimiz 6 metrlik to'sin, mana holatlari zo'r, bir xilda qilib terilgan. Narxi 220 ming so'm qilib beramiz. Bunisi 5 metrlik. Boy to'sindan ham kattasi, xudo xolasa. Bularda endi 200 ming so'm deyapmiz. Inshaalloh kelishtirib beramiz. Bularimiz 4 metrlik to'sinlarimiz 70 ming so'mdan 110 ming so'mgadir holatiga qarab. Xo'p, bu lapet vassalarimiz holatlari zo'r. Hali 7 ta 8 tadan terilmagan, 9 ta 10 ta 11 tagadir holatiga qarab tushgan. Bularimiz 15 ming so'm qilib beramiz. Lapet vassalarimiz 2 metrlik. Xo'p, bu vassamiz abishniy vassamiz. Xudo xolasa qatorlari 15 ta 16 tadan terilgan. 10 ming so'm qilib beramiz. Xoling kvadratiga gaplashamiz, xoling donaga gaplashamiz. Xohish istagingizga qarab, xudo xolasa. Bunaqa 4 metrlik bitta ham ulog'i yo'q. Hammasi bir xilda 4 metrlik vassamiz ham bor. Bularning narxi 20 ming so'm. 3 metrlik to'sinlarimiz 40 ming so'mdan 60 ming so'mgadir holatiga qarab. Xudo xolasa holatlari zo'r. Bu 5 metrlik strapilalarimiz 40 ming so'mdan 50 ming so'mgadir holatiga qarab. Xudo xolasa nechta destalaring bor. Hop, bularimiz 5 metrlik sarrob. Ichida bitta ham maydasi yo'q. Ustidan nima olsangiz oxirigadir shunaqa olasiz, xudo xolasa. Bular 60 ming so'mdan 80 minggadir holatiga qarab qilib beramiz bularni ham. Manzilimizni aytib o'tish esimizdan chiqib qolibdi. Manzilimiz Marg'ilon shahar Kamina Taxta bozori. Xudo xolasa qanaqa material zaril bo'lsa, ikkilanmay aloqaga chiqaverasizlar. Arzon sifatli qilib ishlaringni bitkazib beramiz. Kunlaring xayrli, barokatli bo'lsin.